Livanyan, o'lishni xohlayapsanmi? Yintayaga bir so'z ham gapirma. Chenxuo uyg'onib seni ayol ekanligingni bilib qolsa, ikkalamizga ham yomon bo'ladi. Xavotir olma, meni qattiqroq quchoqlab, harakat qilma. Xayrli tun. Qo'y, oyog'ingni ol, garimas. Livanyan, uyg'on, yolg'on gapirma. Livanyan. Yintayaga xayrli tong. Tez oyog'ingni ol. Uzr. Turishga yordamlash. Yintayaga, senga nima bo'ldi? Sen bilan keyin gaplashaman. U siydigini ushlab turganmidi? Li amaki, tashqariga chiqing. Yaxshi, hammani to'plang. Hamma shu yerdami? Unda meni eshiting. Mashg'ulotlardan oldin men sizlarga bir noyob narsani ko'rsatmoqchiman. Agar bu narsani kimdir nima ekanligini topsa, men sizlarni gubernator bilan ko'rishtiraman va 1000 oltin tanga bilan mukofotlayman. Janob, bu to'rt burchak narsalarni saqlash uchun qutimi? Yo'q. Unday emas. Agar men shuni topganimda, gubernator Han bilan uchrashishim mumkin edi. Janob, bu narsa sehrli kub deb ataladimi? Nimaligini bilasanmi? Ha, qadimgi kitoblarda o'qigandim. Noto'g'ri. Nega u kubik Rubik deb ataladi-ku? Keyingi jamoaga o'tamiz. Rostdan ham uni nimaligini bilasanmi? Agar buni bilsang, sen uchta shartingga rozi bo'lardim. Oy, janob, bir daqiqa. Aytganlaring rostmi? Aniq. Janob, bu jiddiy masala. Agar noto'g'ri gap aytsangiz, o'limga duchor bo'lasiz. Janob, bu narsani yechish uchun ichki mexanizmlarni aylantirib, bir xil rang qilish kerak. Sen bu narsa haqida bilasanmi? Men bu narsa haqida qadimgi kitoblarda o'qigan edim, shuning uchun taxmin qilib aytdim. Men o'tgan hayotimda bu narsani juda ham zerikib o'ynardim. Bu 3 qavatli kubikni qo'yavering. Men hatto 5 qavatlisini ham yecha olaman. Agar sen bu narsa haqida bilsang, uni yechishni iloji bormi? Albatta. Yaxshi, juda yaxshi. Sen meni omad yulduzimsan. Bugun mashq qilishing shart emas. Men bilan generalni ko'rgani boramiz. Ketdik. Oy, janob. Yinta yakamni ham birga olib ketsak bo'ladimi? Albatta yo'q. Hokimiyat aytdiki, faqat shu narsani yechib olganlar borishi mumkin. Nimalar deyapsiz? Hokim bilan uchrashish bu katta sharaf. Tezroq boring. Hokimni eshitganda oyoqlarim qaltirayapti. Shuning uchun Yinta yakamni olib ketsak, menga yordam berardi-da. Bunday bo'lishi tabiiy hol. Axir sen birinchi marta Jiroshi bilan uchrashyapsan. Shuning uchun bunday bo'lishi tabiiy hol. Ketdik. Sizlar mashq qilishda davom eting. Unga buni ber. Keyin u oldimga keladi. Qo'y, ichingda nimanidir saqlab yuribsan. Uni ko'rganda nimani so'ramoqchisan? Sizdan nimani ham yashira olardim. Men shuni so'ramoqchimanki, bu Rubik kubi qayerdan kelgani va hokim nima uchun buni yechish uchun qattiq tashvishlanayotgani haqida. Sen so'ramoqchi bo'lgan narsa aslida savol. Bu Rubik kubini shimoliy davlatlar ustasi olib kelgan va u yozuga o'z topishmoqlari bilan kelgan. Agar ular yechilsa, biz urushni kechiktirishimiz mumkin. Aksincha bo'lsa, biz yo'z darvozalarini dushmanga ochib berishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu Yo'zo vodiysi allaqachon o'lim va hayot chegarasida. Buni qanday bilding?
Agar bizni Yo'zo shahrimiz kuchli va qudratli bo'lsa, nega ular bilan topishmoq o'ynab o'tirishimiz kerak? Shu uchta topishmoqni nega topishimiz kerak va nega Yogo dovoni bilan tavakkal qilishimiz kerak? Agar Yogo dovonini yo'qotsak, biz shimoliy yerlarni yarmidan ayrilamiz. Sen kabi askardan bunday fikrlarni kutmagan edim. Yogo shahrida 30 mingga yaqin askarimiz qolgan. Yaradorlar va askarlar, imperator qo'shinlari kelguncha biz vaqtni cho'zib turishimiz kerak. Ling Yintay bir narsani aytganda, uni orqasidan askarlar quvlagan. Bizni oramizda maxfiy josus bo'lish ehtimoli juda katta. Bu imperator kuchlari esa qachon kelishi noma'lum. Bu bizni Yogo shahrimiz uchun achinarli. Yangiliklar haqida esa ma'lumotlar yo'q. Yangi askar, nega bunchalik o'ylanib qolding? Gaplarim haqida tashvishlanma. Agar osmon qulasa ham bizni qo'llab-quvvatlaydiganlar bor. Kel, shuni ko'rgani boramiz. Yaxshi. Oradan 1 soat o'tdi. Yo'zo shahrida aylangda bizni ustozimiz bergan 3 ta topishmoqni hali ham hech kim yecha olmadi. Ey shimoliy barbar, biz buni quyosh botishigacha kelishgan edik. Hali 1 soat bor, nega buncha shoshilyapsan? Men shoshilmayapman. Baribir 1 soat ichida bizni ustamiz bergan topishmoqni sizlar hech qachon yecha olmaysizlar. Kim aytdi biz yechim topa olmaymiz deb? Qo'mondon, nihoyat qaytdingiz. Men vazifamni bajardim va bu sehrli uskunani sirini topdim. Ha, va jallod, men bu kuchli inson haqida bilmayman. U qancha vaqtdan beri bizni armiyamizda ishlayapti? Katta sizga savol beryapti. Janob, meni ismim Li Vanyan. Kechagina kazarmaga keldim. Hozirda Litian qo'l ostida kichik kapralman. Yangi yo'llanganlar ichida shunday qobiliyatli odamlar bormi? Qo'mondon, bu safar yaxshi ish qildingiz. Buyuk iloh barchani asrasin. Xudo buyuk Liangni asrasin. Bunaqa bema'ni bo'sh so'zlarga kim ham ishonardi? Ko'zlaringni yaxshilab och va qara. Bu dalil. Meni oldimda uni yechmading. Qayerdan bilaman, balki aldagandirsan yoki uni bo'yoq bilan bo'yab qo'ygansan. Bu hisobga o'tmaydi. Sen bema'ni gaplarni aytyapsan. Bunday odamlardan jirkanaman. Katta, haqiqiy oltin olovdan qo'rqmaydi. Yana bir marta ko'rsatib bera olaman. Askar, bizni qabilamiz shartida bu sehrli kub nafaqat to'g'ri, balki tez ham yechilishi kerak. Bizning ustamiz bu sehrli kubni yarim tutatqi vaqt ichida yecha oladi. Agar sen undan tezroq bo'lsang, bu juda ham kulgili bo'lardi. Hey chort, kelishuv boshida bu qoida yo'q edi. Sizlardan hech